Bu bir O'zbekiston xalq artisti to'yda kelgan, xizmat qildi bugun. Hofiz. Aslan aka do'stim. Aslidan do'stim. Sizni ko'rgan keldi dedi hozir bunday. Doğru. Tuzimisiz, yaxshimisiz ota? Yaxshimisiz? Siz yoshiga ko'raylik, umringiz uzoq bo'lsin. Bitta duo qilib, duo bering. Hamma sizni yoshingizga kirib yursin. Amin. Shunday bo'lsin. Shunday bo'lsin. Allohu akbar. Buvajon, Hammamizdan bir kun kelsak shunaqa keksayib qolamiz. shunday. Shunaqa keksaygan paytimizga farzandlarga og'irligimiz tushmasin mana. Mana shunday bolalarni yoshiga yetib beraylik. Xirga qilib qo'yaman. Ayting. Bir kun kelib keksayib qolsam, gapirishdan, yurishdan tolsam, seni qiynab tashvishga solsam, injiqligim kechirgin bolam, ust-boshimni bulg'alasa loy, yanog'imda qolmasa chiroy, dasturxonga to'kib qo'ysam choy, injiqligim kechirgin bolam. Şu otam yoshlarga yetib beraylik hammamiz. Aslında üçüncü köprülükte ham ayting. Ya. Ayting. Tashvish bo'lsam yil o'tgan, ezmalansam bola singari, Shogirdlar bo'laman. yuzingni hech burmagin nari, injiqligim kechirgin bolam, hasratlarim qalashib ketsa, injiqligim sal ochib ketsa, Keling. Hayır. so'zlarimdan har tushib Ben şöyle oturayım. injiqligim kechirgin bolam, tutday bo'lib yerga to'kilsam, davralarda boshingni eksam, ba'zida joningga tegsam, injiqligim kechirgin bolam, ovqatimni chaynolmay qolsam, bir koringga yarolmay qolsam, oyoq tortib yurolmay qolsam, injiqligim kechirgin bolam, ko'p gapirsam tutmagin boshing, ezmalansam uymagin qoshing, to'kib qo'ysam ustimga oshing, injiqligim kechirgin bolam, bo'ylaringdan uzun o'rgilay, kulguyingdan taskinlar teray, zardalaring ko'rmay jon beray, men sho'rlikni kechir jon bolam, hey, injiqligim kechirgin bolam. Hatta aytgan gaplaringiz xuddi o'zida. Rahmat. Yoshlarga yetib Sağ olun. Yosh billada bunjiqding. Rahmat onajon. Otam yoshlarga Rahmat. Xudoy aytganingiz Rahmat. otam yoshlarga. Buvani yoshlarga. Siz ham duo qiling. Buvadan duo oling. Siz ham duo